Theon Greyjoy hikoyasi aslida oddiy xiyonat yoki jazo haqidagi qora va oq voqea emas. U inson psixologiyasining eng qorong'u burchaklarini, shaxsiyatining parchalanishini va mislsiz azob-uqubatlardan keyin ham qayta tiklanish imkoniyatini ko'rsata olgan kam sonli personajlardan biri hisoblanadi. Assalomu alaykum. Bugun video posterdan ko'rganingizdek, Taxtlar o'yini olamida eng yaxshi arklardan bittasiga ega bo'lgan qahramon Theon Greyjoy haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin kichkinagina eslatma, Telegram kanali ochganman o'rtoqlar, o'tib qo'shilib olsanglar, Taxtlar o'yini haqida muhokamalarni aynan o'sha yerda qilamiz. YouTubedan tashqari bo'lgan fikrlar ham aynan Telegram kanalida bo'ladi. O'tib qo'shilib olinglar, xursand bo'laman. Ko'p cho'zmasdan boshladik bo'lmasa. Theon Greyjoyning fojiasi uni o'zini ongli qarorlaridan ancha oldin irodasidan tashqari sodir bo'lgan siyosiy va harbiy voqealar bilan boshlanadi. Siyosiy garovga olingan bola sifatida uning butun dunyoqarashi ziddiyatlar, qo'rquv va tasdiqlanishga bo'lgan doimiy ehtiyoj ustiga quriladi. Uning hayotidagi birinchi ulkan burilish nuqtasi 10 yoshida sodir bo'ladi. Theonning otasi Balon Greyjoy qirol Robert Baratheonga qarshi ko'targan isyoni muvaffaqiyatsizlikka uchragach, Theon asir va tarbiyalanuvchi sifatida Lord Eddard Starkning qaramog'iga Winterfellga olib ketiladi. Garchi Starklar oilasi uni o'z farzandidek qabul qilib, uni himoya qilgan va Robb Stark bilan yaqin do'st tutingan bo'lsa-da, Theonning ong ostida doimo o'zini garovdagi shaxs deb ishonadigan odamcha ham bor edi. Qaysiki, agar otasi yana isyon ko'taradigan bo'lsa, uni tarbiyalayotgan Ned Stark Theonni qatl etishga majbur bo'lardi. Bu holat Theonda doimiy yashirin nevrozni shakllantirgan va uning tabassumi ortida doimiy xavotir yashiringan edi. Xo'p, Temur orollar va Shimol analari bir-biridan anchagina farq qiladi. Temur orollarida talonchilik va shafqatsizlik ulug'lanadi hamda odamning qadr-qiymati uni jamiyatga nimadir bera olishi bilan emas, aksincha boshqalardan nima tortib ola olishi bilan o'lchanadi. Shimolda bo'lsa, buni g'irt teskarisi. Starklar xonadoni burch, sharaf, adolat va o'zaro mas'uliyat tamoyillariga asoslanadi. Theon Greyjoy mana shu ikkita madaniyatning o'rtasida sarson bo'lgan personaj hisoblanadi. U Temur orollar merosxo'ri bo'lib tug'ilgan, lekin sharafli Stark sifatida tarbiyalangan edi. Biroq har ikki dunyoda ham o'zini to'laqonli his qila olmasdi. Serialda ko'rgan ko'pchilik Jon Snow va Theon Greyjoyni bir-biriga juda ham o'xshab ketishini aytib o'tishadi. Sababi ikkalasi ham Winterfellda Ned Stark tarbiyasini olgan, lekin oilani to'laqonli a'zosi hisoblanishmagan. Biri garovdagi asir, ikkinchisi esa nikohsiz tug'ilgan farzand, ya'ni bastard edi. Lekin Jon Snow o'zini begona maqomini qanchalik qiyin bo'lmasin qabul qiladi va tungi qorovulga qo'shilib o'zligini tushunib yetadi. Theonda bo'lsa bu jarayon ancha og'irroq o'tadi. O'zini ichki ishonchsizligini va qabul qilinmaslik qo'rquvini yashirish uchun Theon xudbinlik va ayollarga nisbatan hurmatsizlik maskasini kiyishga majbur bo'ladi. Uni ayollarga nisbatan noto'g'ri, misoginistik munosabati jamiyatdagi o'rnini va erkakligini sun'iy ravishda tasdiqlash vositasi edi. Theonning xarakteridagi burilish nuqtalaridan bittasi Beshqirol urushida yuzaga keladi. Gap shundaki, Robb Stark otasini qasosini olish uchun shimoldan qo'shin tortadi va mana shu shimoldan qo'shin tortilganda Theon Greyjoy Robb Starkka maslahatchi va do'st sifatida yonida turadi. Lekin oxirida nima bo'lganini bilamiz. Yumshoq qilib aytganda, Theon Greyjoy o'tirib qo'yadi. Uni Winterfell qal'asini egallashi bo'lsa, sal bo'lsa ham to'g'ri ishlangan reja desa ham bo'ladi. O'sha paytda Shimol armiyasining asosiy qismi Robb Stark bilan janubda, daryo yerlarida jang qilayotgan edi. Winterfellni asosan keksalar, yosh bolalar va xizmatkorlar himoya qilardi. Lekin shunda ham Winterfellning taxminan 26 metrlik ulkan devorlari uni oddiy hujum bilan olish imkonsiz bo'lgan qasrga aylantirardi. Buni Greyjoy juda ham yaxshi tushunib turardi. Xo'p, bratimiz Theon qanaqa yo'l tutdi? U o'zini yordamchisini Torren maydonini qamal qilishga jo'natadi. O'sha paytda Winterfellning harbiy qo'mondoni Ser Rodrik Castle qal'adagi 600 ga yaqin harbiy xizmatchilarni to'plab, qamalni uzoqlashtirish uchun o'sha yerga yo'lga chiqadi. Winterfell o'zini asosiy himoyachilardan mahrum bo'lgandi. Endi askarlar bo'lmaganidan keyin shu qal'ada katta bo'lgan Theon uchun qayerdan kirishni topish muammo emasdi. Lekin afsuski, Theon Winterfellni egallaganidan keyin ham qahramonimiz uzoqni ko'zlab ish tutish falsafasi yo'qligini shu yerda ko'rsatib qo'yadi. Xo'p, Theon Winterfellni egalladi ham, lekin Winterfellni ushlab turish imkonsiz vazifa ekanligini tushunmasdi. Sababi, birinchidan Temur orolliklarning asosiy kuchi, madaniyati va harbiy ustunligi ularning kemalarida va suvda edi. Quruqlikda himoyalanish, qamalga bardosh berish va oziq-ovqat ta'minotini ushlab turish uchun ularda na yetarli piyoda askarlar, na moddiy resurslar bor edi. Ikkinchidan bo'lsa, opasi Yari Winterfell olinganidan keyin kelib, "Malades, zo'r qilibsan, baribir Winterfellni ushlab tura olmaymiz" deganida Theon o'zini qattiq ishonchsizligi va tasdiqlanishga bo'lgan g'ayritabiiy ehtiyojidan kelib chiqib,
opasini eshitmaydi. U o'zini haqiqiy erkak va yetakchi ekanligini shu qal'ani saqlab qolib isbotlashga harakat qiladi. Va shu bilan taxtlar o'yini olamiga yangi xarakter, g'ayriinsoniy qiynoqlarni olib kelgan Ramsey Bolton bilan uchrashadi. Ramseyning ishlatgan uslubi o'rta asrda qo'llaniladigan oddiy jismoniy jazo emas, balki shaxsni egosini, xotirasini va irodasini to'liq parchalab tashlaydigan brainwashing, ya'ni miyani yuvish va insonni o'zligini nolga tushirish amaliyoti edi. Theonning tishlari qo'porildi, qo'l va oyoq barmoqlarini terisi shilindi va eng og'riqlisi kastratsiya qilinadi. Bu bilan Ramsey Theonni nafaqat jismoniy jihatdan mayib qiladi, balki uni chuqur post-travmatik stress buzilishi holatiga ham tushiradi. Qaysiki jismoniy azob shu darajaga yetadiki, Theon o'zini ismini eshitishdan yoki uni talaffuz qilishdan vahimaga tushadigan bo'lib qoladi. Ramsey doimiy og'riq va jazolashni Theon ismi bilan bog'laydi. U o'zini ismini eshitishini to'g'ridan to'g'ri o'lim yoki navbatdagi terisi shilinishi bilan tenglashtiradigan psixologik to'siqqa tushib qoladi. Ramsey uchun Theonni jismoniy sindirishni o'zi yetarli emasdi. Undan sadistik zavq olish uchun u yangi shaxs yaratishi kerak edi va bu yangi shaxsga u Rick ismini beradi. Theon shu qadar qattiq ruhiy bosim ostida ediki, u o'zini azoblanishiga mutlaq itoatkor bo'lib qoladi. Buni Stokgolm sindromining eng ekstremal shakli deb aytsak ham bo'ladi. Ruhiy bosim leveli shu darajada ediki, Theonga qochish imkoniyati berilganda ham u qochib ketmasdi. Sababi yana bitta qochishga bo'lgan harakat bu Ramseyning o'yini ekanligiga Theon ishonardi. Serialda ham ko'rarkanmiz, opasi Yara Theonni qutqarish uchun kelganida va uni ismini aytib chaqirganida Theon undan qo'rqib ketadi. Ya'ni o'zini ismini eshitib qo'rqib ketadi va buni navbatdagi Ramseyning o'yini degan xayolga boradi. Bu vaziyatda uje obyektiv jihatdan Theon Greyjoy to'liq o'lgandi. Uning o'rnida faqat instinktlar va qo'rquv bilan yashaydigan qul rolidagi Rick qolgan edi. Xo'p, serialda Theon o'zini o'sha psixologik qopqonidan chiqib ketib, Sansani qutqarganini juda ham yaxshi bilamiz. Lekin kitoblarda bu voqea sal boshqacharoq. Xullas, Ramsey Bolton shimolni qonuniy egallash uchun Arya Stark nomidan aslida Starklarning sobiq xizmatkori Jane Poolga uylanadi. Theonni Jane'ni qutqarishi tematik jihatdan o'ta muhimki, Jane yuqori tabaqaga mansub bo'lmagan oddiy qiz edi. Theonni uni qutqarishi hech qanaqa siyosiy manfaat yoki foyda yoki umuman shaxsiy oqlovsiz qilingan ish hisoblanadi. Theon bu harakat orqali Ramseyni quli obrazidan chiqib, g'arazli maqsadlarsiz yaxshilik qilishga qodirligini ko'rsatadi. U o'zini yo'qotilgan insoniyligini qaytarib oladi desa ham bo'ladi. Bundan keyingi voqealarni hammamiz bilamiz. U Temurolalarga qaytadi va opasini qo'llab-quvvatlaydi. Bu bilan u tepada aytilgan, ya'ni ayollarga nisbatan bo'lgan misoginistik va xudbin munosabatidan to'liq xalos bo'lganini, ayol kishini ham qobiliyatli yetakchi bo'lishini tan olganini ko'rsatardi. Boshqa serial yoki kinoda masalan shunaqa personaj og'ir protsesslardan o'tib kelib, uje to'liq o'zgardi deb ishonamizda, lekin taxtlar o'yinida emas. Amakisi Euron Greyjoy kemalarga hujum qilib, askarlarni vahshiylarcha birin-ketin o'ldirishni boshlaydiki, bu holat Theonda Ramsey Boltonning zindondagi xotiralarini eslatib boradi. Uning ongida kuchli trigger, ya'ni qo'zg'atuvchi deb ataladigan holat ishlab ketadiki, bu bo'lsa Theonni to'liq himoyasiz holatga tushirib qo'yadi. U opasi Yarani himoya qilish va Euron bilan jang qilish o'rniga nima qilganini hammamiz bilamiz. Bu qochish sahnasi aslida travmani qanaqa qilib inson ruhiyatiga chuqur va uzoq muddatli ta'siri bo'lishini, undan bitta tagoy qahramonlik harakati bilan birdaniga qutulib bo'lmasligini realistik qilib ko'rsatishadi. U jismoniy erkinlikka erishgan bo'lsa ham, ongi hali to'liqligicha recover, ya'ni qayta tiklanib bo'lmagan. Keyin bo'lsa omon qolgan Theon Jon Snow bilan ko'rishganini hammamiz eslaymiz. Va aynan mana shu Jon Snow bilan uchrashish burilish nuqtalaridan va oxirgi Theonning xarakterida nuqtani qo'ygan desa ham bo'ladi. Sababiki Theon butun umri davomida o'zini kimligini topishga harakat qildi. O'zini erkakligini qanaqadir yo'llar bilan isbotlamoqchi bo'ldi. Lekin baribir ham na to'liq Stark bo'la oldi, na to'liq Greyjoy. Jon Snow esa unga eng realistik maslahatda, ya'ni senga tanlashni keragi yo'q. Sen Greyjoysan va sen Starksan deb aytishi Theonda butun umrlik o'zini anglashga bo'lgan inqiroziga yakuniy xulosani beradi. Keyinchalik esa uni aynan Starkni himoya qilayotganida o'limi ham
rejissyorlarni topilmasi desa bo'ladi. Hamma narsasini yo'qotgan va o'zini qadamma-qadam yig'ib olgan Theon Greyjoy oxir oqibat na qahri qattiq Greyjoy, na mutlaq sadoqatli Stark bo'la oldi. U qiynoqlar va jasorat olovida ishlangan, ham temir kabi mustahkam va sinmas, ham qish qorlari kabi toza inson qaysiki o'z nomiga munosib Theonga aylandi. U qorong'ulik orqali yorug'likka yo'l topgan inson tabiatining eng chuqur va eng rostgo'y hikoyasidir. O'ylaymanki, bugungi video sizlarga yoqdi. Telegram kanal ochganman, o'tib qo'shilib olsanglar, taxtlar o'yinini muhokamasini birga qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Vaqtingizga rozi bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Xayr.